Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Turkiston Jumhuriyati o'yinini, ya'ni bosqichda davlatini qurgan edik va mana shu davlatni qurishimiz natijasida biz o'tgan videomizda, ya'ni Turkiston Jumhuriyatining ikkinchi qismida, xo'p, iqtisodimizni 105 mingga, aholimizni esa 1 milliondan ortiqqa ko'paytirib olgan edik. Demak, va shu jumladan butun dunyoda, xo'p, 92 davlatning ichida 22-o'rinda ekanmiz. 22-o'rinda. Xo'p, bu bizga nimani berdi? Hozirda hududimiz deyarli hozirgi ko'rinishda Markaziy Osiyoni, Afg'onistondan tashqari albatta, Markaziy Osiyoni to'liq egallandi hamda xo'p, Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishishimiz uchun bo'lgan biroz turtkilar, ya'ni shunga o'xshash narsa bo'lishi mumkin bo'ladi. O'zimizni kuch-qudratimizni qaytadan uyg'otyapmiz. Demak, biz boshladik. Xo'p, endigina navbatimiz. Agarda Xinjiang hozir mana bu davlat bizga hujum qilishi mumkin bo'lib qolsa, ularga qarshi hujum qilishimiz kerak. Lekin ungacha hozirgi ko'rinishdagi saqlayotgan mana bu Iroqqa biroz qo'l berib qo'yamiz, ya'ni aloqalar yaxshilanishi uchun hozirgi 105 ming iqtisodimizni 200 mingga chiqarib olamiz. Va bu uchun harakatni boshladik. 200 mingga. Mana azizlar, biz o'z iqtisodiyotimizni 205 mingga olib chiqdik. Aholimiz esa deyarli 1 million 100 ming kishiga yetib qoldi. Xo'p, anchagina holatimiz yaxshilandi. Xo'p, dunyoda 15-o'ringa chiqib oldik. Sovet Ittifoqi esa 2-o'rinda turibdi va bizdan deyarli iqtisodiy taraflama 2 baravar katta. Aholisi taraflama esa 5 baravardan ko'proq katta, ya'ni deyarli umumiy oladigan bo'lsak, bizdan 10 baravarga qudratli ekan. O'z mustaqilligimizni e'lon qilishimiz uchun biz birozgina xo'p yig'inib olishimiz kerak. Ya'ni nima qilishimiz kerak? Zaxirani ko'paytirib olishimiz kerak. Buni qanday amalga oshiramiz? Biz agarda Sovet Ittifoqi bilan urushga kiradigan bo'lsak, Sovet Ittifoqi kim bilan yaxshi bo'lsa, o'shalar bilan urushtirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yoqdagi Shimoliy Amerikada kim hukmronlik qilyapti hozirda? AQSh 9-o'rinda, Kanada 12-o'rinda ekan. Biz AQShning o'zi dushmani bor ekan, Kanadaniki esa yo'q. Shunday ekan, Kanada bilan aytamiz, Kanadaga sen Sovet Ittifoqi bilan urush deb aytsak, xo'p. Endi mana hozirgi holatimiz bo'yicha bolgarlar Turkiya Bolgariya hududini to'liq egallab oldi va biz Turkiya bilan ham, xo'p, British Raj, ya'ni bu ikkalasi bilan ham aloqalarimiz anchagina yaxshi. Hozirda biz nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Xo'p, bizga hozir mana bunday qo'shni davlatlarni egallashimiz ham mumkin, lekin birinchi o'rinda bizga mustaqilligimiz kerak. Shu uchun ham biz mana bu Sovet Ittifoqi bilan urushtirishni boshlaymiz. Sovet Ittifoqi kim bilan urushmoqchi bo'lyapti? Albatta, bu United Kingdom, undan tashqari Fransiya urushmoqchi. Aniqrog'i urushtirmoqchimiz. Va undan tashqari British Raj urushtirmoqchi edik. Keyingi o'yin bosqichda urushtiramiz. Xo'p. Mana men Fransiya bilan ham urush niyatim yo'q. Men British Malaya yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, Sovet Ittifoqi mana shuncha davlatlar bilan urushni boshlab yubordi.
Demak, urushishni boshlab yuborgan ekan va bizning ham holatimizda deyarli 500 ming zaxiramiz bor. Demak, biz diplomatiyaga kiramiz va qo'shni, ya'ni mana bu yerda kim bor? Yaponiya. Yaponiyani hozirda dushmani yo'q, lekin mana biz paydo qilamiz. Va keyingisi China. Ya'ni hozir Chinani hozirgi Xitoy kommunizm partiyasi, mana bu yerda kommunizm, mana shu Xitoy yengib chiqadi. Bu butun hozirgi Xitoy hududini mana shu kommunizm partiyali Xitoy yengib Mao Zedong o'sha boshqarishni boshlaydi. Hozir mana bu Xitoy esa hozirgi Tayvanga o'tib qolgan, mana bu orolchaga, mana bu orolga o'tib qolgan hisoblanadi. Ya'ni nima qilingan? Yutqizgan va sahnani tark etgan. Xo'sh, undan tashqari biz bu yoqda mana bu uchala davlatga ham nima Shimoliy Yevropa davlatlariga ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Va urush boshlanib ketdi. Anchagina urush chuqurlashib ketmoqda. Xo'p, Rossiyaga aytyapmiz, har qarshi. Bundan tashqari Norvegiyaga aytamiz, urushga qo'shil deb. Xo'p, undan tashqari Shvetsiyami shunga aytamiz. Keyingisi bu yerda Niderlandiya, ya'ni Gollandiyaga aytamiz. Urushga qo'shil deb. Xo'p, birin-ketin urushga qo'shilayotganlar soni ko'paymoqda. Bu yoqda xo'p, Gretsiya. Bu aynan mana shunday qilishimiz bizga diplomatik aloqalarni kuchaytirishimizga, undan tashqari urushda yengsak ham, yengilsak ham qaysidir bir urushda, lekin bizga keladigan zararni kamaytirib berish uchun va foydani ko'proq olish yoki vaqtdan yengish uchun bizga anchagina qulay hisoblanadi. Endi bemalol biz buni fikrlarga qarshi chiqib turishimiz mumkin bo'ladi. Sababi nimaga? Shuncha davlat bilan urushayotgan davlat bizga ham urush ochish uchun biroz o'zini bosib turishiga to'g'ri kelib qoladi. Mana butun Yevropani urushga jalb qilyapmiz. Butun Yevropa. Xuddiki jahon urushi chindan ham bo'layotganga o'xshab qolyapti. Bizga aynan mana shu narsa kerak, sababi mana bu yerdagi Ispaniya, Portugaliya davlatlari ham bizga juda ham kerak. Sabab har biri urushganligi tufayli Sovet ittifoqining birinchi o'rinda to'g'ridan-to'g'ri urushadimi, yo'qmi, farqi yo'q. To'g'ridan-to'g'ri iqtisodiga zarba beriladi. Undan tashqari agar to'g'ridan-to'g'ri urushga kirishadigan bo'lsa umuman, o'shanda xo'p, yakkama-yakka urushga kirishgan vaqtida anchagina foyda keltiradi. O'zimiz hali urushga qo'shilmaymiz, sababi hamma davlat urushga qo'shilib bir yoqli bo'lgandan so'ng, hammasi bir yoqli bo'lgandan so'ng keyinchalik urushga qo'shilishimiz mumkin bo'ladi. Va Finlandiyani urushga qo'shdik. Xo'p, mana bu davlat nima? Manchukuomi, o'sha davlatni ham qo'shamiz. Mongoliyani ham urushga qo'shamiz. Eronni urushga qo'shamiz. Xo'p, keyingisi Latviya urushga qo'shamiz. Polshani ham urushga qo'shamiz.
Keyingisi Vengriyani ham urushga qo'shamiz. Belgiya ham urushga kirishi bizga foydali. Bundan tashqari Xinjiang provinsiyasi mana ko'rib turganingizdek urushchilarning safini kengaytirdik. Sovet ittifoqi butun dunyo bilan urushga kirishdi. Butun dunyo bilan. Va AQShning hozirgi kundagi qudrati yo'q, lekin o'ziga yarasha kuchi mavjud. Shunday ekan bizga xalal bermaydi. Bu davlatning Sovet ittifoqi bilan urushi. Afg'onistonga ham aytaylik. Va Turkiya. Yo'q, Turkiyaga hozircha bor. Yo'q. Ayni vaqtda Turkiyaga hozircha bor ekan. Xo'p, chegaraga qo'shinlarni joylashtiramiz. Xo'sh, degan umidda edim, lekin ulgurmas ekanmiz. Ya'ni vaqtim ancha cho'zilib ketdi. Keyingi o'yinimizda, ya'ni 4-qismda janglar bosqichma-bosqich eng avjiga chiqadi. Ko'rishguncha azizlar.